Ben bergen mahsulatda kamchilik chiqadan bo'lsa, bir yerinde bir diyoti ketadan bo'lsa, zavod menga seli apparatning zapchasini berib qo'yibdi yine. Mut berib. Mut berib. Ish o'rnida bir diyoti ketdi ya boshqalardan bo'lsa, inshu palata sizniki. Dastlabki O'zbekiston bo'lib, besplatni etib qo'yaman. O'zbekiston bo'lib besplatni. Tekshirib ishlatib ko'radidan, xolasa $100, xolasa 1 220 so'm pul beradi. Har bir so'zlab turgan gapimga javob beraman, nuqtasini din to'g'ri. Bezgaz. Bu bezgaz pol avtomatda o'tiraman endi Pol avtomatda. Yana qarang, hech narsa ulanmaydi turibdi, yana qarang. İkkilik elektrod, üçlük elektrod, dörtlük elektrod. Gördünüz mü? Üçlük xudo xolasa. Yani o'tiradi. Yani o'tirmaydi. Dörtlükni ildirdim. Dörtlük elektrod. Bezatkazishga tutku ağa. Bildirmaydi. Demirni bir vajda pishirib bersak bo'ladi, chiqaradi ekan. Pishirib ko'rsatmaysizlar, quri ertaverasizlar, liboy bir ertada uni deb. Yana buni ishlash, o'zi qo'shilib ketdi-ku baqa. Ana. Yana demirni pishiruv, yana. Shunday bo'ladi. Ula berdi bu, qo'shib. Ula berdi. Endi mana ağalarim bor, usta ishlab o'tirgan. Ular bir sut apparatini bir go'shtitib beradi. Ayna birli varianti. Shunday keladi. Shinka ildiradi. O'zi tortib yotaveradi. Shlangadan sut ketaveradi. O'zi sut kemin qolgan vaqtida yemida klapani bor. Bir to'la beradi, pist deydidan qo'parib olaveradi. Nerjoyki bo'ladi, 35 litr oladi. Barbaris Sistem Turkiya. 5 million O'zbekiston bo'ylab dastlabki besplat. Adresini yo'ldan tushuntirib o'tamiz. Bu tarafimiz Hazarasp tarafdan, Betonka tarafdan kelaverish, Vishka taraf. Shunda o'tib bozorga qarab yurib kelasiz. Ullubog'ning svetoforida yo'lning chap tomonida bo'ladi. Yonimizda yana Ullubog' pоворot bo'ladi. Bu tarafimiz bozordan kelaverish. Yani Urganch, Berun tarafdan kelsangiz ham bo'ladi. Ullubog'ning svetoforida o'tgandan yo'lning o'ng tarafida joylashgan bo'ladi. Assalomu alaykum, Xorazm bozor kanali obunachilari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlar uyingizga, xonadonlaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi qilayotgan videomuz sizlar uchun xudo xolasa dimzo'r bo'ladi. Bu narsa O'zbekistonda faqat bir bizada desam ham yanglishmayman. Nechun deganda bilaman, bu bizani eng zo'r brendimiz, professionalniy zavod. Germaniya texnologiyasi, Germaniyaning bayroqlari ham turibdi. Buning ichida navbatiysiz-ku. Buning ichi dolu padarki buni. Og'irligini qarang. Og'irlik ham rasmiy og'ir ekan lekin. Og'ir, padarki, ichi dolu padarki bu narsani. Sifati dimzo'r, kachествосына gap yo'q. Misoli, hamma uyina kerak narsa bor uning ichida. Bu narsaning ichida borligini ko'rsatib beraman. Endi misoliga qarang. Ligoy bir yeridan tortib olib kelaman. Bu bo'lsin, bu bo'lsin. Endi hozir bu yerda bir 20-30 dona bera sig'annak chak bo'lsa. Sig'annak chak ko'pmiz. Gen odamlar ham olib ketib turibdilar. Ko'p dediz ahmon. Buni sizning kanalingizda ko'pchilik biladi. Ko'pchilik og'anam sifatimiz zo'r, og'irlikni ham ko'tarib bo'lmaydi buni. Shu narsa o'ylagan narsalaringiz keldi. Gapni qisqasi maydacha deb o'tiribman. Bugungi videomiz qisqacha, lo'nda bo'ladi, luchcha bo'ladi, zo'r bo'ladi, xudo xolasa. O'tcha videoda kelmaydi, bu galvamin qoladi. Buni odab tursinlar-ku, bu narsa svarka apparat ham kempu deb aytiladi, kantashka deb aytiladi. Bir vaqtning o'zida ham elektrodda svarkilaysiz, ham simda svarkilaysiz. Uy uchun dimzo'r, mabodo siz shu narsani ishlatib bilmaysiz ya boshqa toza urganjiklik uchun ham zo'r narsa bu. Uyda keypini armakini ishlatmagan bo'lamiz. Ava, dimzo'r. Endi misoli mabodo uyingda ham bir demir, pamir, chalak, palak, g'altakni baloni, saloni bo'ladi-ku. Shuni xo'jalik uchun dimzo'r. Ildirasiz, yetasiz, varasdan ichini ochasiz. Qayndi ichini oching buni, nima narsa bor buning ichida? Buning ichida dimzo'r. Bir dana o'zi tak. Hamilon kaskisi. Hamilon kaski. Oddiy kichkina narsa emas bu. Bu originali, ya'ni Hamilon kaskisi bo'ladi o'zini. Bu batareya qo'yilmaydi. O'zi panelda, o'zi quyosh panelida o'zi tuzadi avtomatik. Quyoshdan zaryad oladi. Quyoshdan zaryad oladi. Sal yaqtirga chiqdi-ku, o'zi tuzadi avtomatik. Ichkilar o'xshab tez o'zgarib ketaveradi o'zi. Endi misol keladigan bo'lsa, mana kallaga keladi, o'zini tuziladigan razmeri bor. O'shunga qo'yiladi, qisib qo'yadi shunday ichkilar. Mana bu yana giradi. Shinka tushiradi, avtomatik olmaydi o'zidan. Urib o'tiraveradi, o'zi tuzaveradi avtomatik. Endi bu ajam prosto ajam emas. Yo'q, prosto ajam emas. Hammasi yana nima bor buning ichida? Buni bera qo'ying. Bir bo'ldi-ku. Kaskasi ketdi, ava. Qarang, original, skorostli. Bolgarki, Germaniya texnologiya, Germaniya bayroqlari bilan turibdi. Bau brendi. Bau brendi. İçində o'zini kulishlari. Bu podarkasi bu o'rtoqlar. Mut bu. Qarang, skorostli, yana 6 skorostli bolgarkisi bor, original. O'zini cho'tkalari, kitoblari bo'ladi, yana Germaniya texnologiya. 2 bo'ldimi? Ketdi, 2 dona podarka. Yana bu yerga qarang. Buni charxmi bu? Charx. Hammaning uyina kerak narsa. Germaniya texnologiya. Sirazbek az, suvarkini yaxshisidan berib turib, podarkasini arzon narsa bermaslik kerak.
Berasanmi xolis Allah yaxshi narsa be. Buni misol uchun olib borgandan keyin bir marta ishlatib turib ota bersalar, Ha, bo'lmaydi u. Bu narsa hammani uyina kerak narsa. Mana. O'zining kitoblari, sharhlari bilan. mana sariq apparata qarang. Kerakdan bu ya. Kerak edi. Angal o'roqlari, misol uchun sharhlarlar ozma, quchoqlari, chaqlarlar ozma. Ana. Ikki xil ekan, birisi sal maydaroq, Iriroq. birisi sal iri deyishli. Bunda balta, salta, bunda pichoqlarni o'tkirilaveradi. Yana Germaniya texnologiya. Bu getdi 3 oldu yine qarang. Qo'lliqlari, Hop. o'zining kabellari. Ana. Yana svarka apparat. Yana. Inverter. Inverterning apparat 400 amper, 100% inverterda qo'yibdi. Endi inverter degan nima deb savol berishlari mumkin? Misol uyingizda tok 150 siz dim kam, qo'rqib turibsiz. Apparat ishlamagan deb 100% ishlaydi. 120 volt, 130 volt, 150 voltdan polni ishlaydi. Testoga javob. Yana eng yaxshi yerini aytaymi? 1 yil ichida men bergan mahsulotning ichida kamchilik, aybi, nuqsoni, xatosi chiqadigan bo'lsa, oddiy bir diod ketadigan bo'lsa, men sizga ichini seli palatasini beraman. Sel almashtirib beradi. Sel almashtirib beraman. Mut. Ya'ni o'tgan videolarimizda bir ikki aqalarimiz yozalardi-ku, misol uchun apart turib bir ishadasan, keyin ata berasan, boshqa etasan. 1 yil garantiya. Size pulunuzu amasdan elde aparatını beradi, somkini, qo'lingizda 1 yillik garantiya talonini beradi, keyin pulini berasiz. Hisob. Aytacağımız sebebi bir vaqtning o'zida suvarga ishlab tursangiz, bir vaqtning o'zida kemp ishlaydigan bo'lsangiz, bir knopka bajaradi. Klemalarni ozib, purnalarini qirqib o'tirmaydilar siyimlarni. Shart emas. Shart emas. Ikkisi bilan turaveradi. Bilan turaveradi. Video davomida ishlatib ko'rsatib beraman. Bu aparatning o'zi yana bir yaxshi yeri. 2lik, 3lik, 4lik elektrodni mertadi. Kerakmi? 4lik elektrodni u katta 3 faz yaratadi buni. Qitaq. Bu bilan 4 oldi-ku. Suvalchani o'zi yetdi. Yana. Endi ne berna qarang buni. Hamma kizasida podarki bor. Yana nima bu? Drilan borku bunda. Ish vazmani yoqadi. Qarang, ujlari demir bo'ladi. Patrollari Germaniya texnologiya. Ochib ko'rsting. Bu rasmdagi bo'laveradi u. Ana qarang. Ko'rsatgan narsamiz 100% ichidan to'liq chiqadi ina. Ha, uji demir. Demir, ko'rdingizku? Ana, demir xili originali. Bunda demir do'stsangiz ham bo'ladi. Shipper, piper ham polni bo'laveradi. Al videoda bunda mana ishlatib ko'rsataman. Kerak desang shu barmoqdek svirlo bilan demir to'shib ko'rsataman. Ana podarkisi. Yetdi podarkasi. Shunda bundan ham chiqib ketdi. Kallam cho'lash ketdi. Shitoki balarkasi 2, 3, 4, 5. o'zi bilan 5. 5. Qarang. Yana berinda Oddiy kaskisi bo'ladi, elektrodlari bo'ladi. Gapni qisqasi, bir somkasi ham bor. Somkasi ham bor. O'zini eng zo'r folga o'rangan fosforni deb aytiladi. Kempini siymi deb aytiladi. Shunday zo'r pishiradi. Kempini bir zirt etgani o'sha apparatni 1 tonnani ko'taradi. Kerakmi? Hisob. Yana shuncha podarka chiqadi bir somkaning ichidan. Yetdi, bu tayyor bu. Ishlashga. Qiziqtirib o'tirmayman. Bo'ladigan yerini aytaman dedim. Bahasini 2 million, 2,5 million emas, 100 dollar. 100 dollar. 100 dollar. Hamma o'zi podarka ichida. Garantiya 1 yil. 1 yil. Agar men bergan mahsulotda kamchilik chiqadigan bo'lsa, bir yerida bir diodi ketadigan bo'lsa, zavod menga seli apparatning zapchasini berib qo'yib keling. Yine. Mut beraman. Mut beraman. Ish o'rnida bir diodi ketdi ya boshqalardan bo'lsa, shu palata sizniki. Zavoddan shunday bo'lib kelgan menga yashik-yashikka ust-ustiga bosilib, yine oddiy shtektirni sotib qo'yaradi. Bu narsasini boshqa bir keladigan bo'lsa, pul sotadi. Men besplatni mut beraman. O'ylanishga hojat qolmadi. Kerak yo'q. Xolisalla ishlash kerak bu kasbni. Bo'lmasa aslan yanglashtirib, tix o'tirish kerak o'yinda. Berasanmi, xalqqa yaxshi narsa ber. Zapchasi bo'lsa, garantiyasi bo'lsa. Bor. Endi eshiting, bir gapni aytaman. Alloh guvoh, yolg'on so'zlanma. Bir dastavchikimiz Xankaga olib boradi. Bir suvarka idorasida dedi, boks ochib qo'ygan ekanlar, suvarka ishida ekanlar. Keyin apparatni oldilardan shunday ishlatdi dedi, olib borganlarimiz kameraga tushib turganda telefona. Shuni urdilar, ettirib urib bo'ldilar dedi, apparatni qo'ldan tashladilar. Kameraga qarab turdi. Ermarbek, ming rahmat dedi. 60 yilni suvarchiman dedi. Menda apparatda tushmay yurbadim dedi. Men qo'limga oldim dedi. Haqiqiy suvarchik urib turib. Haqiqat. Internetda qo'yib beraymi dedim. Ko'rib ham o'tirgan chiqasiz. Qo'y balam qo'yma dedi. 60imni o'tganman men dedi. 80imni o'tganman dedi. Menga qo'yma bu narsani dedi. Aqtiqlayishdi buni dedi. Zo'r narsa gapni qisqasi. Buni endi bir pulini aytdingiz, sifatini aytdingiz, garantiyasini aytdingiz. Bir güchini ko'rsating endi buni. Güchni ko'rsataman. Qarang. Dastavka O'zbekiston bo'lib, besplatni yetib qo'yaman. O'zbekiston bo'lib besplatni. Bargandan keyin pul to'laydilar. Ava, Xorazm, Qoraqalpog'dan bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha sizga kerak-ku, tam shu narsa boradi. Ya telefonda bir narsani ko'rsatib, yo boshqa narsani beribman. Tam shu original Germaniya texnologiyasining narsa boradi.
Uyingizda Xorazm, Qoraqalpoq bo'ladigan bo'lsa, olib borib beradilar. Xudo xolasa o'sha narsani Açıp tekshirib ko'rib oladi. tekshirib ishlatib ko'radidan, xolasa $100, xolasa 1 ming so'm pul beradi. Bu bir. Toshkent taraflar bo'ladigan bo'lsa, e'tibor berib turing. Buxoro trassada beradi, Navoiy trassada beradi, Samarqand trassada beradi, Jizzax trassada beradi, Sirdaryo trassada beradi. Oxirgi manzil Abu Saxiyni markazida borib to'xtaydi. Bu yon taraf Angren, Ohangaron, G'azalkent, Chirchiq, Qibray kelib olib ketasizlar. Bo'ka taraf ham kelib olib ketasiz. Bu bir. Ikkinchi, Surxondaryo e'tibor berib turing. Buxoroda Karvonda beradi, Muborakda beradi, Yerqo'rg'on, Qarshi, Qashqadaryo, Yerqo'rg'ondan kelib olib ketasizlar. Dalshi Termizga qarab yuriydi. Termizga qarab yurib boradidan tak Shirobodda beradi, Termizning markazidan borib Oq masjiddan turadi. Bu yon taraf Dino, bu yon taraf Sho'rchi kelib Termizdan Oq masjiddan ketasizlar. Mabodo tushunmagan bo'lsanglar, ozgina qaytarib berasizlar, yana shu zapisni eshitasizlar. Videoni o'tirming ko'rsanglar. Har bir so'zlab turgan gapimga javob beraman, nuqtasini deyin to'g'ri. Hozir shu mahsulotni sizlarga xudo xolasa video davomida ishlatib, nagruzga berib, tushuntirib, ko'rsatib beraman. Noga pul to'lajaklaringizga amin bo'lasizlar xudo xolasa. Osanglar bu narsadan hech qachon nolinmaysizlar, o'ttirmaysizlar. Birinchidan 1 yil garantiyasi bor, ikkinchidan dastlabkisi bor, uchinchidan sifatli narsa hamma kerak. Uchun kerak narsa. Kerak narsa. Ham bu güchini gösterin, u tayyorlab qo'yibmisizmi? Hamma o'zi tayyor. Bu narsalarni shunday chetda suramiz. Qarang, yana apparat. Zavodda berib qo'ygan garantiyasini qarang 2 yil. Yana 2 yil garantiya berib qo'ydi bu zavodning o'zi. Ben sizga video davomida aytdim. Svarka ishlab o'tirgan vaqtimda yoki kemp ishlab o'tirgan vaqtimda kabel qo'parilmaydi dedim, to'g'rimi? Aha. Yana kabellarim yeri boyava ishlangan. Yana oddiy o'tin aytira diqdik. Yana apparat ishladi. Qarang. Yana zanglab turgan damirlar. Damirdan yomonni topibsiz qo'y. Ava, so'm. Toza damir urinmayman. O'zingiz ham bilasiz, har videolarda ko'rib kelyapsiz, o'sha zanglab turgan damirda sinash kerak bu narsani. Maqarinatsiya, ko'z bo'ylamoqchilik ham bizlarga yarashmaydi bu narsa hech qachon. Ana shu damirni bir pishirib bersak buni ustiga, ne dedim? Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bir Boz kempimi? kempi, hamilonni ber. Hamilondan ko'rsatib beramiz-da. Endi ko'pchilik aytadi, kempi deysalar, kempi o gazdan, uni bir narsa Yo'q, bez gaz, bez gaz. Bu bez gaz pol avtomatda aytamiz endi. Pol avtomatda. Yana qarang, hech narsa ulanmaydi turibdi, yana qarang. Gaz balon, soz balon kerak yo'q. To'g'a duksangiz bo'ldi. Pol avtomat deb aytiladi bu. Pol avtomat bor ham. Bismillah. Voy. Sağ ol. Şimdi bo'lo kerak. Endi namuni ichki ishlayotgan bir ko'rsatib bering siz. Qani? Ko'rsatib bering. Durun. Mana oddiy holat. Uzun nokta olib qoladi qaqa. O'zi tuzadi, ko'rdingizmi? Gözünü mağırtmaydı. Ağırtmaydi, amıydılar gözünden. Tamam. Pasiyanı urup otururlar, yine şu narsa. Nere urup oturganını bilediler. Bilediler. Poşunu görünedi bu narsa. Nokta deyip gösterdi. Her kaçan alacağınızda karang, etibar verin. Bir demirini endişkelep deb otursanız birinciden gözünüzü aldırasınız. İkinciden urgan işlegen sıfatı bo'lmaydi bu narsada. Şimdi bastınız mı demirini, şundan pişirib qo'ysa eng zo'r svarki deb aytiladi, kantaşki deb aytiladi. Qarang yine. Yine. Ana. Haqiqiy sifat inşi bo'ladi. Bu getdi. Getdi. Endi suvalkasini ko'ralım bunu. Svarkisini qarang, kabellari deyilmaydi, kantaşki qo'yib qo'yildi-ku. Bom ishlab turaveradi, bom ishlab turaveradi. İşlab turaveradi, qarang. Bu yerda 2lik elektrod, 3lik elektrod, 4lik elektrodni ishlatib ko'rsatib beraman. Endi katta suvalka aparatda ishlatadi uni 4lik. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'ydim. Knopkani bir bosdim. Yana bir bosasiz. Ko'rdingizmi? Uza avtomatik qarayar ekan lan bu. Ava, qarang yine. Bosgandan aladi. Umuman ortmaydi ekan. Yo'q, bosgandan aladi, qarang. Ajoyib. Hozir bunchalik bu? 2lik. 2lik. Yana. Endi 2likka hamma suvalka aparatam pishirib biladi, eritib biladi deyishlari mumkin. Buning ishlamaydi-da. Men ko'p sotaman suval. Buning ishlavona qarang buni. Mazza qilib urazan. Yo'q etib beradi, yani elektrodni qarang, qip-qizil etib berdi. Eritib tashladi. Ketdi endi qani? Endi 3lik xudo xolasa, qarang. Suvarka ishlataverib ham suvarchi bo'lib ketdik biz.
Bismillah. Bir yana oturadi. Bir yana oturmayın. İşlikdən acayip işler. Yani pişirgenine kadar. Bunu gelip hem işletip körü basalar mı Bileyim bular? ala. Dım oylanacak olsa lan. Vay bu cevap o nerse. Törtlük nildirdim. Törtlük elektrodu pişiruna karang. Törtlük elektrod. Törtlük. Törtlük yani. Yok yoğunda işlep oturtma. Bu etecek bir işi nagruzka berip turpman aparata bildirmeydi. Yani istifetine vapşı gap yok. Çisti. Yüz sim tartib alıveradi baskan vaqtingizda. Avtomatik öyle. Yine hammasi zakonini ishlatib turibdi. Şeşeni gördüğünüzde demirini pişirip gösterip verdik. Endi qarang. Bolgar ikkisini ishlatib ko'rsatib beraman. Yana bolgar ikkisini ham doshlarni qistirib qo'yibdilar. Yana shu bov, yana ko'rsatgan. Şu podarkadagi balarka shu. Ava. Aha. Aparatni alinglar sal chetaraga. Qarang. Oldu işte. Daştan kichkinasini koyup sıradan mı? Mana. Yine. Skorusi bor. Pasaytirib ham kesaveradilar yana. Pes skorosu. Past skoroz yuzaytiraman desam bo'ladi yana. Original. Endi dreli. İnabı indi keskeni. Zo'r da uyda. Kesib meda chudalar. Endi dreli. Yana sverlo. Yana sverlo. İyirisinden de. Yirisinden boya oyundan. O'sha narsani döşib ko'rsatib beraman. Profil ham yukka profil emas. Qop-qalin profil. Tak. Tokadı kılmadık. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi olur yere yine. Sağ ol. Üstünden basıp durma karang. Ana üstünden basıp durma yine sivirlo. Yara verdim. Videonun başında attım. Gapime cevap dedim mi? Yine orijinal narsa şimdi oladı. Bu gitti padarkes. Gitti. Şimdi çarkı. Çarkanı. Yanınızda. Bunu sesem çıkmıyordu ona karang. Kuknida koyup işletsem boladı. İşlettik miydi azı? Ava. İşlettik ne? Ya masakele değil mi bunun sesi? Yine. Yine. İyi dediği şey. Yine. Acayip narsa. Bunu nima qilish kerak deymi? Buni olish kerak. Bo'lgani shu. O'ylanib o'tirmang. Navbat turibdi 1.220 ming so'm. Shuncha podarkisi bilan neda bo'lgan? Hech qachon bo'lmagan. Beri adını anlaman deseler bundan kımada düşük. Ay kunmada tushib ketadi. Peki uy için gerekli. Kerak işletmede narsa. bo'ladi, Qarang, albatta. yana misol yana operatorlar yozib o'tiribdi-ku. Vodiyani qog'ozlari. Yine. Vadi. Vodiyani o'zine qarang. Misol yana bir de yashirin görün yok. Yine Andijon, Kempo $100, doğru mu? Her yerinden Farg'ona $100 Kempo. Andijon $100 yine. Nömürlerini gösterip oturumuz. Bu vodiychilar sizlar uchun aytacağım sebebi yine o'zlaringiz turibdi. Kemplarınız yine kamera görürsünüz mümkün. Isuzu gelip yükleyatir. Yetadi yine. Hammasi sizlarniki yine. 500 Bir maşin dolandan keyin ketadi, dayında bu. Yetadi. Bugun yine doldu. Bu qog'oz qo'limdagi qog'oz 300 dana qog'oz yine. 300 dana qog'oz hammasi ketadi. İndi qarang Enver beka. Bu bahalar kaçan aça, bu mahsulot 6000 dana geldi. O'tgan videoda chiqarib edik. Ava. O'tgan videoda birsini chiqarib edik-ku, somkili. Ava. 2000 dana 7000 qoldi. Bilasizlar, ko'pchilik xabaram bor. Yani videonun internetten alt taşadı. Şundan tülü vuraveradi adamlar. 6000 dana bastık. 3 hasta ziyat vurduk. Tamam bobqani üçün. Gelmin kaldı. 3 hasta köp vurduk. 6000 dana hammaya yetadi. Atacağımız sebebi doların çap oluşdan qat'iy nazar bahasını $100. Kaçan aça? Bir ay. Bir ay. Chiqqandan keyin bir ay tutib turib berib bilaman. Bir oyda arayanda gap cevap bera olmayman. Nechun deganda bu narsani sal tezlashish kerak. Shu 2 kunning ichida, o'zi 2 kunning ichida 1200 dana sotilib ketdi. Ya indi bu bir ay 7000 kalaşan mümkün Sen diyeceksin. azondan necha dana deding? Skladda.
800 dana skladda turibdi. 800 dana skladda turibdi. Arg'i skladni o'zida tak shunda 6000 dan 1200 dan olib taslasang 4800 dana qoldi bu yerda. 4800 dan. Qarang. Общий planda. 3 kunning ichida 1200 dana ketib qolaversa, ishim deydi ahvol. Bu ne bu zakaz berib qo'ydi, bu odamlarga birinchi uchurtda yoziladi. Xalasangiz zakazni berasiz, uyingizga boradi. Munotaza qilma sababi endi bu ko'pchilik oylikcha odamlar bor-ku. Ava. Bir oyning ichida olishingiz mumkin. Shu narsani xudo xolasa. Yetlashsa. Ava, yetsa xudo xolasa. Xafa bo'lmang lekin, ilojimiz yo'q. Bu narsani sotmaga aytgan. Benda seni isbotlab bo'lmaydi. Nechatsan ham baribir. O eldingni biladigan emasmiz bizlar ham da. Bizlar ham oddiy Allohning bandasimiz. Balkim bir kunda 1000 sotib berishingiz mumkin. Iloji yo'q bu narsani. Ava, bu savdo bu. Bu korni halolli minolli ishlasang shunda baraka bo'ladi. Uzoq shu bir oy achalla bo'ladi. Endi shunda hozir bugun 16si bo'lsa, tak 20 sanada unda buraveradi. 20 sanada urib beradi. Ularning yetami yo'qmi, xudo biladi. Balki ularning yana boshqa bir chiqararmiz. Bo'lmasa birovdan olib bo'lsam olinglar, to'g'ri emas dedim. Bu og'irligini qarang bu narsani. Shunchalik vazina. Original narsada. Bu yerda telefonlarda chiqib boshladi. Bu poddelkisi. To'g'risini aytaman. Bu brend Germaniya standart texnologiyasida bo'ladigan bo'lsa olinglar. Oddiy kichkinagina endi popkini ichine uni diqsa ololmanglar u narsani. Hamma narsani o'zi oxirinda shunday bir narsa bo'ladi. Shunga tushib qolmanglar gapning qisqasi. Bizning brendimiz bu O'zbekistonda faqat bir bizada bo'ladi. Boshqa biri aytganmaydi buni. Germaniya bayrog'i qo'yilgan Germaniya texnologiya professionalniy zavod. Garantiyasi 1 yil dedim. Gazni beraverasizlar, faqat sizlar uchun xizmatdamiz. Shunda buni tushuntirib bo'ldik. Endi meni og'alarim bor, ustda ishlab o'tirgan. Ular bir sut apparatini bir go'shtib beradi. Tushuntirib. Bu apparat xudo xolasa, bu bir sag'anda bir sig'irni sag'adi, Sirazbek aka. Birli. Aynan birli varianti. Shunda keladi. Shinka ildiradi, o'zi tortib yotaveradi. Shlangadan sut ketaveradi, o'zi sut kemin qolgan vaqtida yemida klapani bor, bir to'la beradi, pist deydidan qo'parib olaveradi. Bu bir. Bachoki tak. Nerjovka bo'ladi. Tak, 35 litr oladi. 35 litr oladi. O'zini QR kodlari bilan qo'ying. Ava, original Barbaris Sistem Turkiya. 62 mis 220 tok teshidi, tok saylamidi. Ishonmasak osalashi ishtirik kodini tekshirib ko'rsatsalar bo'ladi. Bemalol. Javob bu taraflama. Bu bir. Bu 35 litrlik birlimiz necha so'm buning narxi? 5 million tegalay. Tez 5 million. Ava, yanına kuyruk kerak yo'q. Qayt kuy. Yo'q, 5 million O'zbekiston bo'ylab dostavka besplatniy. Uyingda o'tirsizlar, o'sha narsa borgandan keyin pul to'lasin. Deyiljakli, ajoyib chiroyli bir sig'ira bo'ladi. Endi ikkili kerak deydigan bo'lsalar, bachoki 50 litr bo'ladi. Sharoit yaratib qo'ygan bo'lsalar, bir sag'ishda ikki sig'irni sag'adan o'tib sharoit yaratib qo'ygan bo'lsangiz, mana tayyor o'zi. Bu sotiladi, yana mana. O'zi baribir nani ichida inglab turadi-ku bu narsalar. Shunday bo'ladi. Bu bir sag'aladigan bo'lsa, yana buni diqib qo'yadi, yana tayyor variantini ko'rsatsin, bu qurolmagan. Bu qurolg'an emas. Yana qurolg'an. Yana bu bir sig'ira sotildi. Keyin bu bundan olinadi. Yana sig'ira. Yana ikki sig'ira sotilaveradi. Harkasida 1,5 metrdan o'zida shalankasi bor. Yana o'zingizlarga qarang. Bu mol buyanda tursa, bu meni aylanadi-da yana. Sharoit taxlaq qilgan bo'lsalar oldi. 1,5 metrdan ham 3 metr deb qarang. Ikkisi ikki anada. Hava o'rtaga ikkalada ildirib beraveradi. Gumbildatib 50 litrdan sutni uraveradi inoga qarang. Bu mol azob berishi nechkim? Yo'q, buni ko'pchilik kelib turibdi. Endi parodniy mol bakadorlar. Biz ular shulardan konsultatsiya olib turibmiz. Gapning qisqasi, yana dedi, tabib boshimdan o'tgan tabib dedi-ku. Yumshoq aytadi, zo'ra dedi, parodniy mol bo'lsa dedi, semental olammi, angus olammi dedi, shvet olammi dedi. Bu narsa dedi 100% kerak. Sabab mol dedi o'g'ri bo'ladi dedi. Sut o'g'irlab qoladi dedi. O'sha vaqtida dedi, yelinde sut qolib dedi, kundan kamaytirib boraveradi dedi. Bu apparat o'zi dedi, massajga tortib oladi dedi. 1 gram qolmaydi dedi. Yelin bir kishi mol shu gap, o'g'ri tutib qoladi o'zida. O'ziga o'g'irlab qoladi-ku, yana yedirsang, yana bir zamonda yana dizdik beradi-dan, yana o'g'irlab qolaveradi. Bu narsa so'ngradan oladi dedi. Yelinde sut qatib qolmaydi dedi. O'g'iz bo'lib qolib dedi, kanallari beklanmaydi dedi. Mastit bo'lishini eldan oladi. Eldan oladi dedi. Yelin bir qism bo'lib qoladi o'sha apparatda saqsaq dedi. Haqiqat, ajoyib. Bu ikkilingizni narxi necha so'm endi? 6 million tegalay. 6 million so'm. 6 million. 6 million so'm. Ikkili variant, bu ham 35 litrlik bo'ladi. Ava. Bu ham shu Barbarisniki. Ava, Barbaris tap shu narsa. Birli ikkilisi bo'ladi. Eng sifati zo'ri hozir O'zbekistonda eng zo'r xodovo yaxshi ketib turgan narsa o'sha birli bilan ikkili. Zo'r. Endi o'tgan videomiz ko'pchilik oxiridan ko'rmayapti. Bir 10 dan ziyod odam telefondan o'sha menda sig'ir bor shundan. Sut apparat olacakman, topolmayapman. Hozir uyingizda o'tiring. Yana bizda shu narsa. Endi bilmagan odamga qiyin-da. Havo. Bu shunda hozir 6 million. 6 million. Birlisi 5 million. Birlisi 5 million. Ikki xil variantimiz bor axir. Havo. Xohlasa. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Kimga svarka apparat, kimga sut apparat bemalol telefon orasizlar.